Ba'zan shunaqa bo'ladi, ishlayotgan proyektimizni boshqa kompyuterga olib o'tishimiz kerak. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Misol uchun, fayl save qilib saqlanib qilishdan foyda yo'q. U shunchaki bizda ko'rishimiz mumkin, proyektni o'zini saqlaydi. Ayniqsa biz Premiere Pro'ga SD, disklardan qattandir rang, bir xil joydan audio, bir xil joydan video, bir xil joydan footajlarni yig'ib olib kelgan bo'lsak, Premiere Pro'ga bularni barchasini to'liq holda bitta joyga yig'ib, boshqa kompyuterga olib o'tishi ajoyib, albatta yaxshi usuli bor. Bitta narsani unutmanglar, Premiere Pro dasturi biz dasturga tashlagan video, audio, har xil ranglar, turli SFX'larni o'ziga saqlanib qilib olmaydi. Ularga shunchaki o'sha manzil orqali murojaat qiladi. Shunchaki papkani nomini o'zgartirib qo'ysanglar ham, Premiere Pro u videoni yoki audioni o'qimay qolishi mumkin. Ya'ni bugun xullas proyektda barcha elementlari bilan bitta papkaga yig'ish yoki birorta kompyuterga olib o'tish uchun kerak bo'ladigan ajoyib fishkani ko'rib o'tamiz. Buni yo'li juda ham oson. File bo'limiga kiramiz. O'tdan Project Manager ochamiz. Va bu joydan biz Collect File and Copy New Location ni tanlaymiz. Ya'ni barcha fayllarni bitta joyga yig'ish va yangi joyga o'tkazish. Va bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan sekvensani ochib olishimiz kerak bo'ladi. Odatda bu yerda bizda qaysi sekvensa aktiv turgan bo'lsa, ya'ni misol uchun menda orqada bitta sekvensa aktiv turibdi. Mana shunga galchka qo'yilgan bo'ladi. Calculate deb bossak, balki noto'g'ri talaffuz qilgandurman, oldindan uzr. Bu bizdagi o'sha sekvensamizni joyini taxminan hisob-kitob qilib beradi. Ya'ni necha gigabayt bo'ladimi, terabayt bo'ladimi, taxminiy joyini hisoblab beradi va ozgina kutib turamiz. Hop, ko'rishimiz mumkinki, o'zini original joyi 520 giga bo'lsa, ya'ni turli videolarni ishlatganman. Bu yerda bizaniki maksimum kichraytirganda 18 giga bo'lar ekan. Browser bosib, qaysi papkaga men saqlanib qilmoqchi bo'lsam, misol uchun dokumentda qanaqadir bitta papka ochib saqlanib qilarman. Misol uchun Premiere deb mana bir papka qilaman. OK qilsam, o'sha joyga kopiya qilishni boshlaydi. Faqat bitta narsani unutmanglar, agar kopiya qilayotgan paytda ashibga bersa, men bitta o'chirib qo'yganman. Include preview fileslarda galchka turgan bo'lsa, mabodo mana shu proyektni bitta joyga yig'ayotganda qanaqadir xatoliklar chiqishi ko'paysa, men bitta galchkani o'chirib qo'yinglar aslida. Bu galchka yoqiq turgan bo'lsa, mana shu joyga e'tibor qaratinglar. Hozir buni jarayon oxirigacha borishini ko'ramiz va papkasini ham ochib ko'rsataman. Qani nimalarni yig'ib berganini. Hop, mana dokument boyagi Premiere'da yurgan papkamiz, ochib ko'ramiz. Mana ko'radigan bo'lsak, biz ishlatgan o'sha alohida ovozlar, har xil ishlatgan video footajlarim, hattoki media cache fayllargacha tashlab beribdi. Ishlatgan fonlarim, gradientlarim, hattoki mana PNG, rasm, nima ishlatgan bo'lsam, xullas mana proyektda bizda va mana uni ko'rishimiz mumkinki, barcha videolari shu yerda. Menimcha juda ham qulay yechim, bitta kompyuterdan boshqasiga olib o'tish uchun. Joyini ham ko'rib qo'yamiz. Haqiqatdan 18.2 gigabaytni tashkil qildi. Juda ham zo'r. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2.2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.